musulmon kishi boshqa bir musulmondan yuz o'girmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalam "Vala tadabaru" bir-birlaringdan yuz o'girib ketmanglar deganlar. Hozir aka-ukalarni ichida bir-biridan yuz o'girib ketganlari qanchadan qancha. Do'stu birodarlarni bir-biridan yuz o'girib ketganlari qanchadan qancha. Yana nima emish? Bizlar Alloh uchun do'st edik. Endi bir-birimiz bilan dushman bo'lib qoldik deyishyapti. Nima uchun dushman bo'lyapti? Boshida ikkovi Alloh uchun do'st bo'lgan. Oraga bir arzimagan pul tushib, Alloh uchun do'st bo'lgan birodarlarning o'rtalarini uzib yuboryapti. Demak, u do'stlik Alloh uchun bo'lmagan. U do'stlik dirham va dinar uchun bo'lgan, mol dunyo uchun bo'lgan u do'stlik. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar-ki, musulmon kishi uchun birodari bilan 3 kundan oshiq arazlashishligi halol bo'lmaydi. Demak, 3 kundan oshiq musulmon kishi birov bilan gaplashmasdan arazlab yurishi mumkin emas.